o'zini xohishini o'g'il bola bo'lishini xohlagan qiz bola bo'lib tug'ildi. O'sha qizni o'zgartiraman, o'g'il bola xarakter qilaman deb u bilan futbol o'ynaydi, u bilan lanka o'ynaydi, u bilan tam pivo ichadi kerak bo'lsa bir xilotlar. Qanaqadir o'g'il bolaga aylantirib, lekin tabiat uni qiz bola qilib tug'ib qo'ygan. Kuchli bo'lish ham xuddi shunga o'xshagan narsa. U hech kimga hech narsa должен emas. U o'sha qiz bolani nozikligida ekan hamma ko'chityapti-yu. U ham o'zi aslida hech qanaqa romkalar standartdan kelib chiqib etilmagan. Nozik bo'lmaysan, o'zing bo'lishing kerak. Qanaqa bo'lsang, ichingda taning qanaqa o'zini his qilsa va ichki hissiyoting nima deb tursa va haqiqiy mening senga nima deb gapirayotgan bo'lsa, o'sha bo'lishing kerak. O'zligingni topishing kerak bo'ldi. Hech kimga hech narsa должен bo'lish kerak emas. Xohish bo'lish kerak faqat. Xohish. To'g'ri, mas'uliyat, majburiyat degan tushunchalar bor, lekin hech kim hech kimga должен emas. Ayniqsa shu holatda kuchli nima u kuch deganda nimani tushunar ekan? Shundan ham boshlash kerak. Kuch deganda nimani tushunadi? Kuchli deganda o'g'il bolaga o'xshagan urushadigan kuchmi yoki kuch deganda ichki irodasi kuchlimi? Balkim shu ma'nodir. Agar kuch deganda ichki irodasi bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur. O'zingda iroda top. Qilishing kerak bo'lgan ishni qilgin, irodali bo'l. Qilishing kerak bo'lmagan ishni qilma, iroda topib o'zingda. Agar shuni sen o'zing xohlasang, faqat ota-onalar bolangizni o'zingizda yo'q narsani bolaga translyatsiya qilishni to'xtatinglar. Imkon darajasida farzandinglarni shartsiz, boricha yaxshi ko'rib, qadrlab, hurmat qilishinglarni so'rab qolaman.